YouTube kanalimiz obunachilari hammaga assalomu alaykum. Mana o'sha Instagramda qilingan yangiligimizni bir parchasi desak ham bo'ladi akalar. Mana bunaqa skuter motordan, elektr skuterning motori bo'ladi, 16 razmerli. O'shandan kak charxpalak qilib turib generator hisobida foydalandik. Hozir bizda oqim sekinroq, mana katta soyib etam. Oqim sekinroqligi uchun mana оборот past. O'shancha hozir videoga ham mana juda pirpirab chiqyapti. Bu darajada pirpiragan hatto nomiga bor deydi pirillash. Mana bu yerda qarayapmiz, mana 220 voltli invertorcha. Bitta diod, ikkita kondensator bilan, bitta silovoy. Adashmasam 6 amperli. O'tirsizlar, ularning ichida ikkita fazaga, bitta faza ortiqcha turibdi mana. Ikkita fazaga ulangan xolos. Mana qaranglar, оборотni qaranglar, sekinligini atay chirog'imiz yonyapti. Bu kameraga juda pirillayapti. Endi qaranglar, mana sizlardan maslahat olsam, mana shu soyda oqimini qanaqa qilib kuchaytirsam bo'ladi? Ya'ni mana shu shaxpalayimiz оборот tezroq aylanadigan qilib. Mana qaranglar, mana o'zlagan. Mana hozir qo'lim bilan shura aylantirib yuboraman, ko'ryapsizlarmi? Mana yanada hali tez pirpiramayapti-da, umuman yarki bo'lib ketyapti o'ta. Hop bu bunga qanaqa maslahat berishlarini kommentariyada yozib ketinglar akalar. Ko'pchilik bo'lmaydi deydi. Atay mana qo'ldan kelgancha qilib ko'rsatib beryapmiz akalar. Mana bu darajada pirillagan yo'q lekin. O'zimda yaqinlashtirsam bilinsa kerak. Ana endi bildim. Atay mana оборотni qaranglar, sekin оборотligini hozir ko'rsaman yonidan. Оборотni ko'ryapsizlarmi? Hech qancha оборот yo'q mana. Biz soniyasiga bir 0.5 оборот bo'lsa kerak. Agar bu bundan ham tezroq aylansa, bundan sal tezroq hatyapti. Mana bu vashi zo'r yonadi. Qarang, nimamiz yonib turibdi indamay. Oddiy silovoy, mana hech qanaqa bir ulanish yo'q akalar. Mana qaranglar. Ishonmaydiganlar uchun mana shunday chaqfalaydi, to'xtataman, o'chadi. Mana qarab turinglar. Mana to'xtatdim, ko'ryapsizlarmi? To'xtatdi. Endi qo'yib yuboraman, yonishini ko'ryapsizlarmi? Ko'rdinglar? Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib ketishni unutmanglar.